Barchaga assalomu alaykum azizlar. Hozir Gwen klinikasini rasmiy hamkorlari bilan birgalikda, ya'ni Anqaradagi eng kuchli klinika, 50 yillik klinikani rasmiy hamkorlari bilan birgalikda u klinikada nima amaliyotlar qilinadi, qanaqa kuchli texnologiyalar borligi haqida ushbu videoda bilib olamiz. Hozir xudo xolasa hamkorlarimizga yuzlanamiz. Assalomu. Salom. Biz Anqarada joylashgan Gwen shifoxonasi vakillarimiz. Bu yil bizning shifoxonamiz 50 yilligini nishonlaydi. Gwen shifoxonasi bu ko'p tarmoqli multidisplinar tibbiyot markazi bo'lib, u keng ko'lamdagi davolash yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Bizda jigar, buyrak va suyak iligi transplantatsiyasi, neyroxirurgiya, yadro tibbiyoti, gastroenterologik operatsiyalar, shuningdek robotlashtirilgan jarrohlik kabi zamonaviy bo'limlar faoliyat yuritadi. Bo'limlarimiz haqida batafsil ma'lumotni sizga doktor Tunzala Husaynova taqdim etadi. Assalomu alaykum. Arsen aytganidek, biz tibbiyot sohasida 50 yillik tajribaga ega shifoxonamiz. Biz ko'p tarmoqli multidisplinar shifoxonamiz, ya'ni barcha bo'limlar va zamonaviy tibbiy asbob-uskunalarga egamiz. Shifoxonamizda Da Vinci roboti yordamida robotlashtirilgan jarrohlik amaliyotlari, fibrostan yordamida jigar tekshiruvlari o'tkaziladi. Bundan tashqari bizda PSA va PET kabi ilg'or onkologik diagnostika uskunalari mavjud. Bizning monodisplinar, ko'p yo'nalishli yondashuvimiz bemorlarning sog'ligini yaxshilashga yordam beradi. Masalan, prostata bezi saratonining 2-4 bosqichida biz bir nechta soha mutaxassislari ishtirokida kompleks davolash usullarini qo'llaymiz va bemorlarning ahvolini yaxshilashga erishamiz. Agar sizda yuqoridagi kasalliklar sizda uchrayotgan bo'lsa yoki farzandingizda shunaqa kasalliklar uchrayotgan bo'lsa, qayerga murojaat qilishni bilmayotgan bo'lsangiz, ushbu kuchli klinikaning mutaxassislaridan biz onlayn bepul konsultatsiya siz uchun olib berishimiz mumkin. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling, o'z raqamlaringizni qoldiring, biz sizga telefon qilib to'liq ma'lumot beramiz.